Bo'pti, jigar, meni uydagilarim chaqiryapti. Uydagilarni chaqiryaptimi, xotining chaqiryaptimi? Shu xotinim uydagilarim-ku, o'shalar chaqiryapti-da. Bo'pti, men ketdim. Mana bu choyni o'zing ichib qo'y. Jinnimisan? Qanday men sening choyni ichaman? Ichor, roziman. Bo'pti, o'zing bilasan, ichib qo'yish kerak bo'lsa ichib qo'yaman. Yaramas xotin qo'li bo'lib ketyapti kundan kunga. Xotini chaqirsa yugurib ketyapti. Bugun qishlog'imizga kim edi? Ronaldo keladi deyishgandi. Hozir Ronaldo kelgan bo'lsa kerak, borib Ronaldo bilan bir tanishib kelishim kerak. Ronaldo ham oddiy bizga o'xshagan odam, unaqa dahshat odam emas. Johani tanisa kerak menimcha Ronaldo. Joha desa borsa oldimga, ya'ni men bo'rsam uni oldiga. Joha senmisan desa, "Yo'q, Joha emasman. Ko'rmaysanmi, Johaman-ku, tanimay qoldingmi?" desam, "Yo'q, kechiring, Johasizni qayerdan tanimay qoldim. Bitta dastxat qo'yib bering" deb kelsa oldimga yalinib, "Bo'ldi, yig'lama" deb sirazi dastxat qo'yib bersam keyin, "Yo'q, menga Joha dastxat qo'yib berdi" deb maqtanib borib, Messilarga, boshqa futbolistlarga maqtansa, u tagoy bo'lar ekan. Men choyni qo'yib qo'yib, kelganimdan ichaman. Hozir nima qilmoqchi edim? Obunachlar aytgansizlar, kanalga obuna bo'lmayapsizlar nimagadir. O'sha kanalga obuna qo'yaveringlar. Men esa Ronaldo bilan tanishishga, Ronaldo ko'rishga boraman. Bu yerda kim buzib ketdi? Tushunmadim. Bu qaysidir yaramas jetel portlatib yuborgandir. Yana Ronaldo kelibdi. Как раз o'sha bilan tushunmadim. Voy jetel, nimadir tushib qoldi? Menga kerak emas, shunchaki o'zim huzurga olib borayotgandim. Menga berigitcha o'sha sumkani. Bratan, siz nima qilasiz sumkani? Bir ikkita narsalarni solib qo'ymoqchiman. Yo'q, o'zimga ham kerak, o'zim ham narsalarni solib qo'yishim mumkin. Chunki juda ham kattagina, chiroyligina sumka ekan. Yo'q, shuncha mashinalar, shuncha axronlar hammasi sizdanmi? Albatta, axir men Ronaldoman, tanimayapsizmi? Taniyapman. Hozir senlab turgandingiz, yana sizlab ketdingiz. Endi esimdan chiqib qolibdi, to'g'risini aytsam. Tushunoldim. Menda korset bor. Urishib qo'yaveramiz xohlasangiz. Jinnimisan? Men sen bilan qanday urishaman? Yana siz senlayapsiz. Mayli, men ham senlayman unda seni. Mana pulni ol, menga o'sha sumkani ber. Yo'q, bratan, u sumka o'zimga ham kerak. Agar bergim kelib qolsa, men bunaqa kam pulga bermayman. Qancha pul beray? Haydi, xohlagan pulingni beraman. Faqat sumkani ber, iltimos. Yo'q, bratan, bermayman, shunchaki o'zimga kerak deyapman-ku. Berganingda juda ham yaxshi bo'lardi. Xohlasang, shu pulni 2 barobar ko'p qilib beraman, ya'ni $200, ya'ni 2 stak dollar. Yo'q, bratan, bermayman. O'zimga kerak. O'zbek tiliga tushunasizmi? Yo'q, tushunmayman. Men portugaliyalikman axir. Tushunarli. Mana $100 ola qo'limda, shaharda borib ishlatsang bo'ladi. Shundan beraman. Yo'q, brat, men kerak emas. Hali shunaqami? Shunaqa, o'zimga kerak deyapman-ku. Sen meni tanimayapsanmi kimligimni? Siz kimsiz? Ronaldoman, ko'rmayapsanmi? Ronaldo tugul, Messi bo'lmaysizmi? Bermayman deyapman-ku. Iltimos, bera qol, ortingdan yugurtirma. Ortimdan yugurmayman, men sizga yuguring deyotganim yo'q-ku. Bersang bo'lardi shuni. Yo'q, brat, bermayman, xafa bo'lmang lekin. Sumka qani, sumkani olib qo'ying. Siz bu yerda maslahatim o'tirmang, chunki hozir men bu yerda polizimda ishlayman. Siz esa menga xalaqit qilishingiz mumkin. Yordam beraman polizingga, o'sha sumkani ber. Nahotki bitta sumka shunchalik qadrli narsa, qimmatli narsa bo'lsa. Endi bilasan, men sportsmenman. Qanday sportsmen? Siz futbolistsiz-ku? Shu endi futbolist bilan sportsmen nima farqi bor? Farqi katta. Obunachilar kommentariyaga farqini yozib qoldiringlar. Sportsmen bilan futbolistni. O'shanga narsalarni solib yurmoqchi edim. Bo'pti, o'zing bilasan. Lekin olmaysizmi, kerak emasmi? Olgim kelyapti, lekin bermayapsan-ku, jinni. Berishim mumkin, faqat sal keyinroq. Qachon bermoqchisan? Bilmadim, balki ertaga berarman, balki undan keyin, balki bir haftadan keyin berarman. Shuncha kuchim kerakmi? Men o'zi qishloqlarga bir kunlik qilib kelganman. Ertaga ketaman. Nima bunda tez ketmoqchisiz? Ishlarim bor. Men bekorchimanmi senga? Endi bekorchi deb o'ylabman, brat. Bekorchi deb o'ylaman. Men o'zimda ishlarim bilan band bo'lib yuraman. Ya'ni bilasan, men futbolistman. Futbol o'ynashim kerak. Kecha O'zbekistonni yengib qo'yganimni bilayapsanmi? O'shaning uchun ham sizga sumkani bermayman. Nima? O'zbekistonni yengganim uchun bermaysanmi? O'zbekistonni yengganingiz uchun bermayman. Agar yengilib berganingizda berib yuborardim. Qanaqasiga yengilib berish mumkin? Axir tayyor g'alaba turgan joyga mag'lubiyat kerak emas bizga. Unda o'zingiz bilasiz, bratan, men sizga bera olmayman. Bo'pti, bu gal yutqazib beramiz, ber. Yo'q, ishonmayapman gapingizga. Nimaga ishonmaysan? Axir yutqazib beraman deyapman-ku. Yo'q, baribir bermayman, bratan. Berganingda yaxshi bo'lardi, lekin qarada yigitcha. Yo'q, shunchaki aytayapman, baribir O'zbekistonga yutqazib bermadingiz.
mana bu mashinani kaltini ol. O'zing xohlagan mashinani tanlab olasan. Evaziga shu sumkani ber. Xo'sh, mayli o'ylab ko'raman. Lekin bitta shart yana. O'sha O'zbekistonni keyingi o'yinda yutmaysizlar, ya'ni yutqazib berasizlar. Bo'ldimi? Ha, kelishdik. O'zbekistonga yutqazib beramiz. Mana bu mashinalardan xohlagan bittani tanlab ol. Yana men senga qo'shimcha $1000 beraman o'sha sumka uchun. Mana bu boshqa gap. Bo'ldi, kelishdik. Tak, hozir men tanlab olay, kutib turing. Tak, Axrana laboratoriyani qilaysizlar. Yigitcha tinchmisan? Bo'ladi, rahmat. Hozir o'ylab olayinda biratan qaysi mashinani olishni. Bu BMW ekan, bu qanaqa mashina? Ferrarimi, qanaqadir. Bu yerda ham mashina bormi? Ha, bu Force adashmasam. Porsche, Ha, o'sha Force degan mashina bor-ku. Lamborghiniga o'xshayapti ko'proq. O'shada xullas yo Lamborghini yo Force xullas shunaqa. Bo'ldi, yo Ferrari ekan bu mashina. Ha, Ferrarimi xullas qizil mashina deb nom berganman. Yaxshi, bu yerda esa Merc bor ekan. Merc menga kerak emas, chunki Merc yo'qmaydi. Ha, unda xohlagan mashinani tanlab ol deyapman shu yerdagilardan. Hozir haydab ko'rishim mumkinmi axir? Ha, mumkin, bemalol o'rganguningcha haydab ko'r, ya'ni senga yoqqunicha. Menga unchalik ham yoqmayapti lekin mashinalaringiz. Nimaga axir? Merc zo'r mashina-yu. Yo'q, qayerdan zo'r mashina? BMW Legenda. Yo, BMW Legenda emas, Nexia 2 Legenda. Bilarkansiz qanday mashina legenda? Mana bu haqiqiy legenda lekin. Ha, shuni olasanmi? Bilmadim, menga shu mashina yoqib qoldi. Xo'sh, bu BMW ning eski versiyasi. Bu juda ham yaxshi mashinaga o'xshayapti. Lekin eski mashina har doim ham yaxshi bo'lavermaydi, bratan. Menga unchalik ham yoqmadi, o'shaning uchun sumkani bermayman. Obunachilar bitta sumka uchun shuncha o'zimdan yuribdi. Nimasi bor ekan bu sumkani ichiga? O'zini narsalarni solib yuraman dedi, lekin o'zini narsasini solgani bilan ham baribir unaqa zo'r sumka emas-ku, to'g'rimi? Baribir sumkani ichida nimadir bo'lsa kerak-da, demak. Ochib ko'rganim yo'q. Lekin ana Jetel ko'chada tashlab ketganda tushib qoldi deganida kerak emas dedi. Nima kerak emas desam, aytmadi. Men stolni kirgizib qo'ygandim-ku, kim chiqazib ketdi yana. Menimcha shu ana do'stim kelganda xotinim bilan urushib qo'ygandan keyin qaytib kelganda narsalar qo'yib qo'yganda men izlashib ketgan. Ya'ni qaytib birga choy ichamiz deb meni izlashib ketgan, lekin topa olmaganman, javob beraman. Xotinni aytganini qilib yurardi, mana urushibdi xotinim bilan, juda yaxshi bo'libdi. Endi ko'chaga chiqib yuradi men oldimga kelib deganday. Ronaldo brat, mana bu sumkaga yomon ham qiziqib qoldi. Mana do'stimda bitta BMW mashina bor. Nima qilaman? Ronaldo beradigan mashina. Mana shu mashinada yursam bo'ladi-ku. U takoy mashina, mana shu ham bemalol xohlagan joyimga yetkazib qo'yadi meni. Menga unaqa mashinani chiroyi uchun yoki boshqa narsalar uchun kerak emas. Menga aytgan manzilimga yetkazib qo'ysa bo'ldi mashina. Mashinaga aytmayman, manzilimda mana shu yoqqa yetkazib qo'ydim. Haydagan joyimga olib borsa bo'ldi demoqchiman. Tushunyapsizlarmi obunachilar? Tak, shunaqa qarochi. Tak, bu mashinani hozir voy polizim kirib ketdi-yu. Ko'cha chirog'ini. Obbo, daraxt ham rasvosini chiqazdim. Yaxshisi buni tinchgina mana shu yerga parkovka qilib qo'yaman va tushib ketaymi ekan? Yo'q. Bo'ldi, mana shu yerda tura qolsin, tinchgina tak yopamiz va daraxt joyiga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Datchiga yonib qolibdi-yu, buni datchigini o'chirish kerak. Qanday o'chadi datchiga? Menimcha tak o'chdi shekilli. To'xtanglar, buni boshqa joyga qo'yish kerak. Bu yerda tursa dabdala bo'lib turadi. Ya'ni daraxtga tegib turibdi, ko'ryapsizlarmi? Bo'ldan endi chekka turadi. Datchigani yonib qolibdi-yu, buni qanday o'chirish mumkin? Bu tomon o'chiq turibdi. Tak, minib turib o'chiriladi, kanishna. Tak, tablosida o'chadigan joyi bo'lishi kerak o'zi. Bu tomon o'chgan, bu tomon ham o'chgan. Bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Anaqa professional darajadagi mashina haydaydigan odam bo'lish kerak-da bu uchun, albatta. Bilasizlarmi? Professional bo'lish kerak. Anaqa professional emas, menku normal o'rtacha. Tak, hozir nima qilmoqchi edim, esimdan chiqib ketdi, qaranglar. Bitta video tayyorlashim kerak sizlar uchun. Sizlar esa videoni oxirigacha ko'rib obuna bo'lib tursanglar bo'lgani. Xo'sh, o'sha kecham tushib ketdik. Darrov sraz keshishdimi? Ronaldomi? Voy yigitcha, yur bu yoqqa, senga taklifim bor. Qanaqa taklif? Ortimdan kel. Hozir mana eshigingni sozlab beray avval. Qanaqa taklif? Xullas, ortimdan kela qol, aytganini qil. Qayoqqa boramiz? Xullas, to'xtab tur, men senga $1000 pul beraman va xohlagan mashinani tanlab olishing mumkin. Faqat nima edi? O'sha sumkani ber menga. Ko'p yalintirding, O'zbekistonga yutqazib beramiz dedim-ku. Mayli, hozir beraman. Faqat 1-2 sekund kutib turing, chunki inventarni olib olishim kerak. Og'ir narsami? Og'ir, ichida nimadir narsalar bor ekan. Ha, tushunarli.
Lekin men senga shuncha pul berdim, yana mashina berdim. Nahotki shunda ham rozi bo'lmasang? Rozi bo'laman. Prosta tak yanada ko'proq narsa bersangiz, battar rozi bo'lardim-da. Nima berishim mumkin yana senga? Bilmadim, nimadir berganingizda yaxshi bo'lar. Mana sumka, hozir to'xtab turing, ichida nima bo'ling ko'rib olay, keyin beraman. Ha, mayli, bemalol ko'rishim mumkin. Agar ichida qanaqadir boylik yoki shunga o'xshash narsa bo'lsa tegmaysan, chunki sen menga sotib bo'lding. Bitta bakalashga, keyin musor bor ekan, olaylik bemalol bratan. Obbo, musor uchun shuncha harakat qildimmi? Ha, mayli, endi nima ham derdim. Olib ketaman. Sumkani ber. To'xtab turing, sumkani o'zingiz ola olmaysizmi? Yo'q, o'zim ololmayman. Shuni menga olib berib ket. Ya'ni olib bergin, men ketaman. Olmaysizmi? To'xtang, qayerga ketdingiz? Aytgancha musor bor ekan, olmayman, bo'ldi, kerak emas musor borligi uchun ham. Hozir olaman deb turgandingiz-ku. To'g'risi kerak emas ekan musor. Men normalniy musor bo'lsa kerak deb o'ylasam, muppa musor ekan. Tushunmadim. G'alatimi? Bu Ronaldo tushunarsiz. Musor bor ekan deganimda, mayli musor bo'lsa ham degan, olib ketdimi? Sumkani olib ketibdi-ku. Qandaysiga men ko'rsatmasdan olib ketdi. Yo'q, bu Ronaldoda nimadir gap bor. Bu Ronaldo odam emas. Hozir shu stoldan karzet ko'ryapsizlarmi? Dang ikkita yedi. Tamom. Hozir men kalt bilan ko'chaga chiqib turib o'sha bergan mashinasidan birortasini haydab ko'rishim kerak. Hozir qaranglar, qayerda edi? Shu atrofda mashinalar turgan, mana ekan. Qaysi birini olsam ekan? BMWni olaman. Конечно, BMWni olaman-da. BMWning ham 2-3 tasi bor ekan. Bu yerda Lamborghini mana nima mashina ekan bu? McLaren shekilli. Buni hozir minib haydab ko'raman. Bratanlar, Ronaldo qani? Ronaldo brat ketib yubordilar. Qayoqqa ketdi? Futbolga ketdi, futbolga. Yaxshi, futbolga bo'lsa, Brat, o'ldirib qaytargansiz-ku, bizni ham urib ketdingiz. Shunaqaroq. Men urmanglar, urmalaring meni, Sizni urmasak bo'lmaydi, siz bizni urdingiz oxir. Endi kechiringlar, bilmasdan, janob, men uyni ham rasvosini chiqazibman. Menga mashina haydash umuman yarashmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Rasvo haydayman, boru g'irt palakat balo bo'lib qolaman men shu mashina haydayman degan vaqtim boru. O'sha mana mashina qolib ketdi. Qolib ketmagan ekan bo'ldi. Bir amallab dahshat chiqazib oldim, yaxshi. Endi buni borib mana shu yoqqami bir normalroq joyga parkovka qilib qo'ymasam bo'lmaydi. Mana shu yerda asta buramiz, burilmayapti-yu. Mana normal. Shu yerda tursin mashina, chotki bo'ldi. Boshqa joyga parkovka qilib qo'ymayman, chunki ikkita mashina bir joyda parkovkada tursa, ko'rgan odam yo'q, ikkita mashinasi bor ekan, boy ekan deb o'ylaydi. Odamlar fikriga nima ahamiyat bor? Ya'ni odamlar fikrini umuman menga qiziqi yo'q. Bu yerda orqasi dutyapti nimagadir. Balki portlamasin, chunki yangi mashina hali qayoqqa portlaydi. Hozir mana yoqdagi buzilib qolgan joylar bir sozlamasam agar, janob mer ko'rsa agar dabdalamni chiqazib yuboradi. Tezroq sozlab qo'yayin.